Assalomu alaykum hammaga. Bugungi birinchi videomiz bu. Xudo xolisa birinchi videomiz. Qo'yda qanday qilib semirtirish, uni katta qilish, shunaqalar bular. Mana shu qo'ylarimiz, qo'chqorchalar. Qo'chqorlar bilasizlar ko'rishadi. Ko'rishganga unaqa bakalishga ilib qo'ysalaring, suvni baylab turib, shunda umuman urushmaydi. Hammasi qo'chqor bu yerda. Bugungi mavzum o'sha qo'yda semirtirish, xudo xolisa. Qo'yda semirtirish birinchi o'rinda unga yaxshi qarash, tagini issiq qilish, shunaqalar bo'ladi. Birinchi o'rinda mana shu qish kelgan yangi yillar ham o'tdi, xudo xolisa. Tagini birinchi o'rinda quruqlash kerak, issiq tutish kerak. Ichi yo'q. Yaxshigina issiq bo'lish kerak. Issiq joyda tez semiradi qo'y. Keyin ovqat o'z vaqtida berish kerak, suv o'z vaqtida. Suvi har kun bir mahalda beriladi, kuniga. Bir mahal o'sha obedda beriladi. Keyin atalar bug'doy hozir. Atalarni har kun pishirib beriladi. Mana yolish kerak bug'doy. Yo'lmasa berib bo'lmaydi. Homiligacha berib qo'ysak, oshqozonni yo nimadir qilib qo'yadi, yo bo'lmasa. Endi xavfi katta-da. Shuni pishirib berish kerak. Bug'doyni endi eziladi qana qilib. Eziladi qilib berish kerak. Bunaqa. Bularni kuniga bir 2 soat, 3 soat tashqarigami, hovligami qo'yib yuborsalaring, qo'y yursa tez semiradi. Keyin sharoitga ham qarab tez semiradi. Keyin taglariga o't, manaqa masalan, manaqa o't solib qo'ysalaring ham quruq turadi. Manaqa o't solib qo'ysalaring ham quruq turadi. Moshpaya, to'pon, to'pon masalan, to'pon. To'ponning qizig'i yo'q. Oz, tez. Oz, tez. Shunaqa qilib beramiz. Muhimi qo'yda issiq qilish kerak. O'shasi eng muhimi. Havo ham aylanib turish kerak. Havo aylanmasa jahli bo'lmaydi. Qo'y shunaqa narsaki, sovuqatmay, isinay deb o'zini yog'ini ishlatib qo'yadi. Masalan, qo'y isinish kerak-ku. Keyin o'zini yog'ini ishlatib qo'yib, oz ketadi qo'y. Qanday ozyapti-kin deb yurasizlar keyin. Moshpaya 6 ta qo'chqorga. Solamiz. Hozir haftasiga 3 martadan oltin yogurtdan 3 qoshdan beriladi. Haftasi 3 marta, har bittasi 1 qoshdan beriladi. Keyin chesnok dona bittadan beriladi. Haftasi shunaqa qilib keyin bersalaring, rosa zo'r semiradi xolisa. Jullari ham zo'r bo'ladi. Bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar kimga videolarimiz yoqqan bo'lsa, like, kommentariyaga o'zlaring fikrlaringni yozib qoldirasizlar. Qanaqa maslahat kerak xohlasalang, tovuqni ham qanday ko'paytirish, qanday issiq saqlash, kattaga yasash, hamma ma'lumotlarni berib o'taman. Agar parnik, mirvola yasash shunaqalarni qilib ko'rsat. Bu xudo xolisa bu birinchi video. Bizning like bosib podeshga qilib turganlar degan umiddamiz, xudo xolisa. Yana safar xudo xolisa yaxshilab video olishga harakat qilamiz. O'zingizga agar birorta savollaringiz bo'lsa, qiziqtirgan, bemalol yozib qoldirishlaringiz mumkin.